Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bizga navbatdagi berilgan masala dasturlash bo'yicha ekan, ya'ni ushbu berilgan dasturda x10, y120 va z20 bo'lgandagi natijasini toping debdi. Buni ishlash uchun biz nima qilamiz? Xo'p, masalani sal chekkaroq olib turaman, qiymatlar ko'rinib turadigan joygacha va ishlashga kirishamiz. Demak, bu yerda funksiya ishlayapti ekan. Demo degan funksiya ishlayapti ekan. Uni qiymatlari x, y, z, ya'ni x uni boshlang'ich qiymati, y oxirgi qiymati, z uni qadamini ko'rsatib o'tadi. Shuning uchun o'rinlarga qo'yib olaman, ya'ni for ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. For in range on 120 20 mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu yerda 10imiz boshlang'ich qiymat, 120 oxirgi, ya'ni chegara, 20 esa uni qadami, step. Endi masalani ishlashga kirishamiz. Demak, birinchi qiymatni demo n beryapti, uni i bilan olar ekan. Shuning uchun birinchi qiymat 10 bo'ladi. N o'rniga 10 qo'yganda i'imiz 10 ga teng bo'ladi. Mana bu birinchi qatorda ko'ryapsiz hozir. Ikkinchi qatorda b'imiz teng ekan 10 ni 100 ga bo'lgandagi butun qiymati. Ya'ni 0 ga teng. Uchinchi qatorimiz a teng a, ya'ni i'imiz 10 ga teng edi, ayrilgan b ko'paytirilgan 100. Demak, bu 10 ga teng bo'ladi. To'rtinchi qatorimiz s teng a 10 ga bo'lgandagi butun qiymati 1 ga teng. Beshinchi qatorimiz a teng a ni i'imiz 10 ga teng edi. 10 ni 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini so'rayapti. Ya'ni foiz belgisi qoldiqni hisoblaydi. Shuning uchun 0 qoldiq qoladi. Va eng oxirgi hisoblashimiz, ya'ni a teng a plus b plus s. Bu qiymatlarni yozib qo'yamiz. Demak, i'imiz qiymati 0 ga teng, plus b'imiz qiymati 0 ga teng, plus s'imiz qiymati 1 ga teng. Mana demak, birinchi siklni bajarib chiqdik. Ya'ni a'ni qaytarsin deyapti va uni s'ga qo'shib qo'ysin deyapti. Demak, s'imiz birinchi holatda 1 ga teng bo'ldi. Ana endi xuddi shuni ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi holatida endi birinchi qadami 10 bo'lganligi uchun 20 qo'shiladi va ikkinchi qadami 30 bo'ladi. B ga o'tamiz. 30 bo'lingan 100, ya'ni butun bo'lishni amalga oshiramiz. Ya'ni bo'lganimizda 0 butun chiqadi. Keyingi qatorimiz a dan ayiramiz. B ko'paytirilgan 100. Ya'ni bu 30 ni qaytaradi. S'imiz a ni butun bo'lamiz 10 ga. 3 ni qaytaradi. Keyingi qatorimiz a ni qoldiqli bo'lamiz. Ya'ni qoldig'ini hisoblash. 30 ni 10 ga bo'lgandagi qoldig'i bu 0 bo'ladi, chunki qoldiq qolmaydi. Va oxirgi qatordagi hisoblashimiz, qiymatlarni yozib qo'yaman. A'imiz 0 ga teng qo'shilgan. B'imiz ham 0 ga teng qo'shilgan. S'imiz 3 ga teng. Ana endi s'imiz 1 plus 3, ya'ni 4 ga teng.
Keyingi holatimiz A'imiz 50 bo'lgandagi holat. B'imiz 50 ni 100 ga bo'lgandagi butun qismini topamiz. 0 ga teng. A'imiz 50, undan ayiramiz B ko'paytirilgan 100 ga. Ya'ni B'imiz bizda 0 ga teng, ko'paytiramiz 100 ga barobar, u ham 50 ni qaytaradi. C'imiz 50 da 10 ga butun bo'lish bajaramiz. Ya'ni 50 da 10 ga bo'lganimizda 5 butun bo'ladi. Shuning uchun C'imiz 5 bo'ladi. Keyingisi 50 da qoldiqli bo'lamiz 10 ga. Qoldiq qolmaydi, shuning uchun 0 qaytaradi. Va oxirgi amalimiz yana qiymatlarni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni A'imiz 0 ga teng plus B'imiz 0 ga teng, C'imiz esa 5 ga teng. Demak, S'ning natijasi 1 plus 3 plus 5 teng 9. Navbatdagi jarayon A'imiz 70 bo'lgandagi holat. B'imiz 70 da 100 ga bo'lgandagi butun qismini topamiz. 0. Keyingi qatorda 70 dan ayiramiz B ko'paytirilgan 100 barobar 70 ni qaytaradi. C'imiz 70 butun bo'lish qilamiz 10 ga va u 7 ni qaytaradi. Xo'p, A'imiz 70 ni qoldiqli bo'lamiz 10 ga. U bizga 0 qaytaradi va A'ni yana hisoblab qo'yamiz. A'imiz qiymati 0 ga teng, qo'shilgan B'imiz qiymati 0 ga teng, qo'shilgan C'imiz qiymati 7 ga teng. S'ni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 1 plus 3 plus 5 plus 7. Jami 16 bo'ldi. Ana endi keyingi qiymatini ko'ramiz. A endi keyingi qadami 90 bo'ladi, chunki 20 ga oshib boryapti. 90 ni butun bo'lish qilamiz 100 ga barobar 0. A'imiz 90 minus B ko'paytirilgan 100 barobar 90. C'imiz 90 butun bo'lish qilamiz 10 ga barobar 9. A'imiz 90 ni qoldiqli bo'lish 10 ga barobar 0 va oxirgi natijamiz A qo'shilgan B qo'shilgan C barobar. Xo'p, S'imiz 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Demak, bu 25 bo'ldi. Endi keyingi qiymatimiz endi A 110 bo'lgandagi qiymatni ko'rib chiqamiz. B teng 110 ni butun bo'lish qilamiz 100 ga. Mana shu yerda ko'pchilik e'tibor bermasdan qiymatlarni hisoblayotganda B ni 0 deb ketib qolyapti. Shuning uchun mana shu oxirdagi qiymatni ko'pchilikda adashtiradi. Xo'p, 110 ni 100 ga bo'lganimizda 1 butun chiqadi. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Xo'p, keyingi qatorimiz A 110 minus 1 ko'paytirilgan 100 barobar 10. C barobar 10 butun bo'lish 10 ga, u barobar 1 deb beradi. A'imiz 10 ni bo'lamiz 10 ga, ya'ni qoldiqli bo'lish 0 qaytaradi. Va eng oxirgi qatorimizda A'ni hisoblab qo'yamiz. A'ni hisoblaganimizda A 0 ga teng qo'shiladi. B'imiz 1 ga teng, C'imiz 1 ga teng va natija 2 ga chiqadi. Oxirgi S'imiz
Demek 25 edi plus 2 barobar 27 bo'ladi. Mana shunday holatda to'g'ri javob S barobar 27 bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.